Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga o'zim tayyorlaydigan sirnikin retseptini ko'rsatmoqchiman. Yarim kilo tvorogga 1 qoshiq shakar solaman va bitta tuxum solaman. Tabga ko'ra shakarini ko'proq yoki kamroq solsangiz bo'ladi. Mana shu massani bir xil holatda bo'lgunigacha yaxshilab aralashtiramiz. Eslatib o'taman, agar tvoroginglar suvli tvorog bo'ladigan bo'lsa, tvorogni sitidan o'tkazib olasizlar. Suvini ajratib olasizlar. Suvli tvorog bo'lsa, sirnikiga o'xshash qiyroq bo'ladi, shuning uchun iloji boricha quruq tvorog olinglar. Ichiga bitta qoshiq manniy kruppa, bitta qoshiq un solaman. Agar risovый muka bo'lsa, 2 qoshiq risovый muka solasizlar, manniy kruppa bilan un shart emas. Yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa holatiga kelganidan keyin bitta pela muzli suv yonimizga qo'yib olamiz. Va qo'limizda har bitta sirnik yasayotganimizda qo'llab formaga keltirib olamiz. Bir xilla shunchaki dumaloq qilib kesib olishadi, kolbasa qilib holatiga keltirib kesib olishadi. Unaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, sal ko'proq un solishingiz kerak. Men uni kamroq bo'lsin, tvorog'i ko'proq bo'lsin ichiladi. Shunaqa qo'limda yasayman. Hammasini bir xil taqsimlab olganimizdan keyin oldindan qizdirilgan gazda ikki yo tarafini sirnikini unlab olib, qovurib olamiz. Birinchi qovurayotganingiz past olovda emas, baland olovda bo'lishi kerak, bir xil qizarishi uchun. Birinchi ko'ryapsizlar, tepa pastini unlab, qizib turgan yog'iga qo'yib chiqaman. Gazdagi tovanglar qizigan bo'lishi kerak. Qizigan tovaga qo'yasizlar birinchisida. Har bittasini bir xil tarafdan unlab, chiroyli formaga keltirib olasizlar. Agar unlamasdan qilsanglar yopishib qoladi tvoroginglar. Bir xilda qizarishi uchun mana qizargandan keyin o'girib olamiz. Ko'rasizlar, chiroyli rangda kiradi. O'girib bo'lganingizdan keyin olovni eng pastiga qo'yib, qopqog'ini yopib qo'yasizlar. 5-6 minutda tayyor bo'ladi. Mana. Shirin, mazali bo'ladi. Endi tabga ko'ra shakarni ko'proq solsangiz, juda ham mazali bo'ladi. Bizda shakarni kamroq yeyishadi. Sal sovsa formasini yana ham ushlaydi. Bu yerda hozir issiqligi uchun yumshoq ko'rinyapti. Juda ham mazali bo'ladi. Ayniqsa bolalar uchun juda ham foydali narsa bu. Har doim bolalarim uchun qilganimda men 1 qoshiq mana shunaqa smetana bilan 1 qoshiq zgushonkani aralashtirib, podushka qilib ustiga qo'yib beraman. Shunaqa yeyishni yaxshi ko'rishadi.